Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. Qalbdən qalbə namlıq proqramımızın 31-ci sanını görüşünlərini qızğın qarşıladığımız mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, bu mübarək ayının harbi gündən başlap hər günü iftardan burun huzurunuzda bulub kelib atqan proqramımız mana bugün Allah'ın rəhməti bilən ən axırqı sanı bilən yüz görüşüb oturubduq. Allah subhanahu wa ta'ala bu mübarək ay cəryanında qılğan barlıq əməllərimizni öz dərgahida qabul qılıb, muşu dərs cəryanında sözlənən xilma-xil temalardakı bu bibaha durdanılar qalblərimizə, yüreklerimizə şunu naqşlagan asasda o hayatımızdaki iş fəaliyyətlərimizə ro'yobga chiqib, iş fəaliyyətlərimizdə şu öyrəngan bilgan narsalarimizni əməllərimizə aylandıra alsak, bizdən bəxtlik insan bulmaydı deb qarayman. Allah subhanahu wa ta'ala ana shundaq haqiqatni, to'g'ri so'zni anglab, onunğa amal qiladigan, xatoni anglab, onundan yiroq turadigan, ashundaq imani kuchli mu'minlardan qilishini Allohdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Bugungi programmamiz, bugun men yolg'iz chiqdim. Nima uchun degan vaqtimizda bugun harbi kunda turibdik. Inshaalloh Allohning rahmati bilan ati muborakiyatni kutib olamiz. Bugungi programmamizda nima shu 30 kun jarayonida bulup ötken sözlengen şu temalarını bir aslimizni bir yığılap ayrılığımız kelmeyotgan elbette hatta şu alimlerimiz degandek şu Ramazanның içindeki Allah bizge berip etken bu kadar rahmet, mağfiret, bunun Ramazanның haqiqatini bilgen bolsa insanlar yıl boyu Ramazan bolsa bulat diken dep arzu qiladi dep. Aşındaq biz közümüz qıymay ayrılışqa. Çünkü Rabbimden her günkü bugünkü rahmeti bilen atiki rahmetinin o'ttirisida osmon zamin farq bo'lgan. Bugün cehennemden azat qilinganlar, Ramazanның 5-dən ta axırkı kuniga bag'isha Rabbimning rahmeti yağmurdak yig'ib atqan. Her günü hassilab yuqori şekilde sanda nurgun bendelerini cehennemden azat qildigan, nurgun mağfiretlerini yağdırıp etken bundaq bir mübarek külle saatlerden ayrılışqa közümüz qıymagan şu fürsətdə 30 gün jarayonida sözlənген şu temalarni bir aslimizni bir şu Ramazanның 5-dən tatib ta bugün günkəşi bolğan arlıqda biraz yığılıb şu sözlənген temalarni qaytadan bir bugün qısqa şekilde sözləb əsletib ötəyli degan şekilde ben bugün yalğız çıxdım. Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala to'g'rini so'zlashga, to'g'riga amal qilishga har birimizni muyassar qilsin deb tilayman. Programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti har doim qilib. Ekran oldiga chiqib turayotgan nomerimiz shunday ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni umid qilamiz. Va butun ustozlardan mayli keyin ko'rgan mush qarindoshlarimizning ichida programmani keyin ko'rgan qarindoshlar ichida har qanday bir programmaga aloqador savol bo'lib qolsa yo'llashinglarni bizga. Albatta biz boshqa program o'rlashtirib ustozlar bilan suhbat qilib javob berishga tirishamiz. Chunki Ramazonda so'zlangan bu 30 bölüm jarayonida o'tgan 30 kundagi jarayondagi programmalar, temalar faqat Ramazonga xos, Ramazondan keyin o Ramazan bilen münasebet yok temalar emas. Bütün mu'minning hayotidagi har kunlik turmushimizga bevosita bir qancha Ramazonga maxsus bo'lgan temalardan boshqasi har doim biz suhbatlanishga tegishli bo'lgan har qanday mu'min hayotida kundulik turmushida doim o'zida ko'tirib yurishi, o'zining amaliga har bir şu so'zlangan temalardagi mazmunlarni qilayotgan amallari orqali ro'yobga chiqarish, uni ko'rsatish, amal qilishga biz buyurilgan temalar hammasi. Shuni qachon yil bo'yi qanday vaqtida anglasangiz anglang, buning ichidagi temalar albatta mu'minga foydadan boshqa narsani olib kelmaydi deb qaraymiz. Rabbim inshaalloh shu nasibini bizga ato qilsin deb tilayman. Şunaqlı köpligen qarindoshimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Chunki biz boshdan tortib deb kelyapmiz, yaxshilikqa buyuruvchi, uni qilg'uchiga o'xshash Rasulullohning hadisi bu. Balki biz shuni ham bahrlash, qarindoshlarimizga, do'stlarimizga tavsiya qilish orqali
Hatta bizmi amal qilib bo'lmagan narsani boshqa biz tavsiya qilgan kishilar amal qilib, bizmi uqmagan darajada Allohdan ajr, mukofot, savobga erishishimiz mumkin yani. Bu shunda biz nurg'un yaxshiliklar dunyoda, hatto o'zimizmi qilib bo'lmagan nurg'un ishlar boshqalarning bizning yo'l ko'rsatishimiz, tavsiya qilishimiz bilan qilib qolgani, ashularga Alloh qanday ajr, mukofot bergan bo'lsa, Allohning xazinasi shu qadar kengki, bizga kamsitmas, hech qanday bir kamaytmasdan ularning ajridan uni ko'rsatib qo'yg'icha o'xshash ajr beradigan shundoq va'dani qilgan bir Rabbimiz var. Bu nimani mazmunni unutmasak inshaalloh bu xususni. Hamda biz birinchi sonimizda albatta har yilqidek Ramazonni qanday kutib olamiz? Bir mu'minda Alloh 11 oy jarayonida xohlagancha yeb ichib, balki nafl ro'za amallarni qilgan bo'lsak, qilishga muyassar qilsin Alloh. Undan boshqa vaqtda farz bo'lmagandan keyin ro'zasiz yurib, Alloh shu ömrünü bizge ato qilib, Ramazandan iborat mübarek Ramazanga kirish mezgilimizde bu ayning fazilati, Allohning ro'zadan iborat bu ibodatni bizga xuddi ilgirki ummatlarga farz qilgandek bizga farz qilganligini, uningdagi hikmatlar, uning qoidalari degandek musulmonlarga ham Alloh subhanahu va taolo shu ro'zador davomli tarixdan buyon Ramazon mezgilida qanday g'albalarni ato qilganligi degandek temalarda ustoz Ataulloh Shahyor bilan tafsiliy holatda paranglashib chiqdik. Birinchi sonimizda har bir kunda paranglashdik. Qaysi bir kayfiyatga kirishimiz kerak Ramazonga, buni qanday o'tkazishimiz kerak degan shaklda kirgan bo'ldik Allohning rahmati bilan va shu shaklda davom qildi. Ikkinchi sonimiz bo'lsa biz tavhid haqida to'xtaldik. Bir mu'minninki Alloh subhanahu va taologa İslam'dan ibaret bu nimet ato qilingan bir mu'minning, yani tevhid tushunchasi, nurg'ullarimiz faqatlam temada jarayonda so'zlandi. Biz Uyg'urning farzandi bo'lishimiz bilan har qanday o'zimizni musulmon deymiz hamda. Ata-onamizning musulmon bo'lib qolishi bilan yoki musulmonlar cemiyetide Müslümanlar köp yerde yaşayıp kalıp ularning qilayotgan har xil ibodatlari, yurish-turish, muomala jihatdagi o'rgangan narsa bilan qarab turib taqlidiy holatda qilingan amal emas, Alloh dargohida qabul bo'linadigan, bizdan talab qilinadigan narsaning shu fa'lam annahu la ilaha illalloh. Allohni bu Rabbimizni men musulmon degan har bir mu'minning Rabbini cho'qim ilm ustiga tunishi kerak ekanligini, tevhidin muhim narsani bo'lmaydigan, bu tevhid bo'lmagan vaqtida peshonimiz yig'irib ketkicha ibodat qilsakmi va nurg'un ishlarni qilsakmi, agarda tevhiddan iborat Allohning rububiyati, Allohning parvardigorligi, ilohligi bularni haqiqiy to'g'ri shaklda tushunmagan vaqtida nurg'un amallarning bekor ketadiganligidan iborat. Bu intayin muhim temada to'xtalgan bo'ldik. Bütün peygamberler avatilgan dinning bir ekanligi Qur'oni Karimda Rabbim Sura Anbiyada "Ve ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun." Peygamberimizge bu ayetni nazil qilib Rabbim deydi ki, senden burun her qandaq bir peygamber avatmayli biz. Yani Resulullah'dan burun qandaqlı bir Resul elçi avatsak, biz onun nima deb vahiy qildik deydi Allah. La ilaha illa ana. Mendin başqa haqiqiy ravishda ibodat qilinadigan, yani emirleriga, bütün buyruqlarga shaksiz itoat qilinadigan ve cheklamalardan darhol yenishga loyiq bo'lgan mendin başqa iloh yo'q deb vahiy qildik deydi. Fa'budun, menga ibodat qilinglar. Qarab baqsaq, fa'lam ennehu la ilaha illalloh. Yani bir Allah'tan başka bilgin ki degan yuqoridagi oyatdami? U Allah'tan başka, yani bütün emir fermanlarga, buyruqlarga, yani halal haram qilish, bütün dünya barliq qonun chiqaruvchi yakkigan zat Allah degan gap. Yani onun buyruqlari, cheklimlari hammasiga shartsiz bo'ysunishga loyiq birli iloh va u bo'lsin Allah subhanahu taolo deydi. Buni sen bilgin deydi. Etrafımız qaraydigan bo'lsak, tarixdan buyon nurg'un mabutlar,
batıl cho'qinilgan ilahlar va bugungi zamonimizda nurg'un insonlar u Allohni qo'yib har xil narsalarga ibodat qilayotgan insonlarni ko'ramiz. U o'zi aminiyatga tiklamagan bo'lsa-mu, tavhid bo'lmaganligi uchun, uni tushunmaganligi uchun, hatto o'zini musulmon deb turibmi, Allohdan boshqaga yuzabroyga, mansabga, mol dunyoga cho'qinadigan, shu yo'lda ketayotgan, xilma-xil nurg'un narsalarni o'zlarining ilohlari qilib olgan. Hatto bir oyat bor, afara'ayta man ittakhada ilahahu hawahu deb. Hatto inson o'ylab boqaylik. Havoyi havasimi ba'zida u insonning ilohi bo'lib maydonga chiqadi. Biz tajalli qiladi insonga. Havoyi havasi. Bir insonningki ko'ngli xolig'ini qilishi, shu yerda to'xtab tur, Rabbim bu ishni masalan men xohlayapman-da ko'nglimni. Ammo Rabbim nima deyotgan? Rabbing cheklagan bir ishni ko'ngling xohlab shuni qilg'in kelyapti. Ammo Rabbing cheklaganini bilsan, Alloh cheklaganini bilsan, Alloh cheklaganini qayrib qo'yib, nafsingning kayniga ergashdingmi, nafsing buyurgan bir ishni qildingmi, sen mushu maydonda shu so'rinning o'zida shu nafsi xohishingni Allohning o'rniga iloh tiklib olgan bo'lsa dedi Alloh Qur'oni Karimda. Va boshqa nurg'unlagan birileri mal dunyoni, birileri mansabni, birileri o'zining kuchini degandek dunyoda xilma-xil mabutlarni tiklib olgan. Allah amma tevhid aqidasini tushungan inson mendan boshqa, Alloh deydi-ki, mendan boshqa haqiqiy cho'qinilishga, ibodat qilinishga, uning oldida ehtirom bildirishga, uning oldida uning butun buyruq cheklimlarini ijro qilishga loyiq bo'lgan, haqiqiy loyiq bo'lgan mendan boshqa haq Alloh iloh yo'q. Buni tushunishing kerak degan temada to'xtaldik. Rabbim inshaalloh bu nimamizni, chunki inson ana shundoq bir Rabbini tavhid aqidasini haqiqiy shaklda tushungan vaqtida hiçbir zaman, yani o hayatida hem özü şunçilik rahat buludu. Çünkü bütün birilerini kötürüdüğün mü, düşürüdüğün mü, aziz kıldığın mı, har kıldığın mı, biridiğin mı, elib aldığın mı, yekkigani Allah ikenligini bilgen zat, ya bilgen bir insan, dünyada kandak rahat yaşağı, özünün hayatında o kadar yenlik bir yaşaydı ki, hiç kimden aldı da titremeydi, hiç kimden aldı da, hiç kimden bir anesini ümit kılmaydı. Hem bir nesinin, ana shu o'zi e'tiqod qilgan Robbining qo'lida ekanligini bilgan insondan mu hur azat bir inson bo'lmasi kerak endi. Shu iymonni bizga Alloh subhanahu va taolo ato qilsin deb tilaymiz. 3-bilimizda biz Qur'oni Karim haqida to'xtaldik. Qur'on iyi bo'lgan bu muborak Ramazon, Qur'on nozil bo'lgan bu oyning oyda albatta ko'plagan Qur'on o'qildi inshaalloh, hammamiz qo'limizdan kelgancha o'qigan bo'ldik. Allah bu Qur'onni haqiqiy ravishda amal qilish, shunchalik Qur'onninki Allah subhanahu Qur'onni o'zining bu kitobini, o'zining kitobi Qur'oni Karimda qanday sifatlagan, Qur'on o'quvchida asla bo'lmasligi kerak bo'lgan sifatlar hamma narsa to'xtaldik. Qanday tilovat qilamiz degan masalalarda, hatto bu Qur'on foyda qilgan, bu Qur'on haqiqiy ta'sir qilgan insonningki xuddi Rabbim Alloh subhanahu va taolo shu sifatliganda Qur'oni Karimda degandek, innamal mu'minuna allazina iza zukiralloh wajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana va ala robbihim yatawakkalun. Biz shohidlar olsak bu yerda, agar ularga shundoq bir mu'minlarki, agar ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, ularning quloqlariga Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa, ulanın imani vecilet kulub, yani ya Allah zikir kılınsa, kalpleri titrep gittiğin ayetleri tilavet kılınsa, imanı ziyade buluduğun. Çünkü o ayetini tefekkür kıfa koydu o mümin. Kur'an'da okuştaki asli maksat, elbette Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala bu Kur'an'a şunçilik katta ecirlerini biriklik ki, hatta Resulullah hadisi dep ketken bana. Bir insan, bir Müslümanға bunun dünyada bunundan başqa bir kitapqa her qanday noç kitap buluşdan qat'i nazar her bir harfiga hassalab ajr beriladigan kitap bormi dünyada Allohning kitobidan boshqa? Rasululloh dedi ki her bir harfiga eng az bo'lganda 10 mukofot olgan bo'lsa, uning yuqorisini siz tasavvur qila olmaysiz. O'qiyotgan vaqtingizdagi kayfiyatingiz, his tuyg'ularingizga ko'ra Alloh
700 ve unundan mı çoğun hasigacha savab berdi. Rasulullah dedi ki, ben hergiz mi alif, lam, mim degan, mesela Kur'an-ı Kerim'deki bu muqatta huruf bo'lgan bu harflar. Bunu ben bir harf deb demedim deydi Rasulullah. Bu texembek içip belki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Alifga ayrım savab, lamga ayrım savab berdiganligini Kur'an. Kur'an o'quvchiga shunda arabchasini o'quvchiga bu şekilde ajr. Ama bu o'qishdagi maqsad nima? Uning ichidagi mazmunga amal qilish. Mu'minlardan kutilgan narsa, Rabbim bizdan talab qilayotgan narsa bu. U Qur'on bizdan nimani talab qilyapti? Har bir oyat aslida bizga xitob qilayotganligini, Qur'ondan haqiqiy ravishda meyve alaligan, nisibesini alaligan kişinin şu qurlarda, Qur'onning qurlarida Rabbim nima deyapti menga? Menga nima xitob qilyapti degan bu narsani aslash, vaz nasihat elishning asos ekanligini so'zlab o'tgan bo'ldik. Har birimizni inshaalloh Rabbim ana shu Qur'ondan haqiqiy ravishda foyda olgan mu'minlardan qilsin. Bu kitobni o'rgatgan, farzandlarimizga o'rgatgan va yoki boshqalarga o'rgatgan ham o'zi o'qigan kishidanmi yaxshi insonlarning bo'lmaydiganligini, eng yaxshi kishilar ekanligini Rasulimiz xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allama degan so'zi bilan bizga bishorat beryapti. Sizlarning ichinglardagi eng yaxshilaringlar Qur'oni Kerimni o'rgangan va o'rgatgan kishidir deb. Rabbim inshaalloh shunga nasib qilsin deymiz. Hatta shu yuqorida so'zlab o'tgandek bu Qur'onga amal qilmagan kishilar bo'lsa, Umar radhiyallohu anhu degandek, innalloha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman va yad'u bihi akharin. Allah bu kitap bilan, bu Qur'on bilan ni qavmlarni yuqori ko'tarib, zaminda ularni kuchga ega qilib, saltanat ato qilib qilgan bo'lsa, yana birilerini yer bilan yakson qildi dedi. O'ylab qo'yaylik. Buni har bir mu'min buni tushunish kerak. Amal qilmagan vaqtida nega bordiganligimizni tushunishimiz kerak. Shunday 4-sonimizda biz infoq masalasini to'xtaldik. Infoq degan vaqtimizda chiqim qilish, ya'ni Alloh yo'lida chiqim qilish degan so'z tilga ilingan vaqtida ko'pincha holatda mush mol dunyo sarf qilish deganni asosiyatdan shu zihnimizga birinchi olib kelgan masala. Ammo biz program jarayonida so'zlab o'tildiki, Qur'oni Kerim tilga ilayotgan infoq. Albatta Alloh yo'lida mol dunyolarni chiqim qilishmi? Albatta o chiqimning ichiga kirgan, ammo yuzlagan chiqimning ichidan faqat bir lam deyishga bo'lgan shaklda. Va mimma razaqnahum yunfiqun degan oyatda biz ularga rizq qilib bergan narsadan chiqim qiladi. Yani Allah subhanallah o'ylab boqaylik, tasavvur qilaylikki bizga nimalarni rizq qildi. Yani Rabbimning bizga shunday atrofimizni qarasak, vujudimizga bir qarab boqsak, Rabbim bizga hisobsiz tanab tugatkitsiz Allah ato qilgan har narsa Allohning rizqi bizga. Mayli bilimimiz bo'lsin, badanimizning sog'lomligi, har birisidan savol qilinamiz. Shu narsalarni biz Allohning roziligida ishiltaldikmi, chiqim qila oldikmi, vaqtimizni sarf qila oldikmi bir ishga. Musulmonlarning xayri uchun, ummatning xayri uchun, millatimizning xayrligi uchun vaqtimizni sarf qila oldikmi, bilimimizni sarf qila oldikmi? Hammasi Allohning biz erishgan dunyodagi mayli yuz obro'ydan tutung, mansibingizdan tutung, mol dunyoingizdan tutung, hamma narsa Allohning bizga ato qilgan rizqi. Rizq osmondan yig'ayotgan yomg'ir, nafas elayotgan havodan da hammasi Allohning rizqi. U rizqini bizga cheklab qo'ygan minutdan, sekunddan boshlab biz hech bir narsa qila olmaymiz. Hech bir narsa emas biz. Şu rizqlarni biz foydalanayotgan bir inson bo'lish sifatimiz bilan u rizqni bizga ato qilgan Alloh rozi bo'lgan yo'llarga ishlataldikmi, ishlatdikmi? Bu asosliq masala ekanligini bu temada so'zlab o'tgan bo'ldik. 5-si ihson masalasi so'zladik. Albatta Rasulimizning muborak hadisida hatto ta vahiy farishtasi Jibril alayhissalom kelib Rasulullohning oldiga kelib tizini tizga yiqib turib o'ltirib o'rgatgan bir qoida bizga. Shuning ichidagi albatta iymon, islomni so'zlab bo'lib biz ihson to'g'risida to'xtaldik. Ihson to'g'risida so'ragan vaqtida nima deb javob bergan? An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. İhsan degan shunday bir narsaki, sen Allah subhanahu va taolaga xuddi Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilishing. Garchi sen Allohni ko'rmasan, u seni ko'rib turadi degan oltindan yezilishi kerak bo'lgan bu güzel
qurla. O'ylab baqayli. Yani Allah subhanahu biz ibadatning masalasini so'zladik. İbadet degan biz bildigan ibadat deyilgan vaqtimizda zihnimizga shu hamon keldigan namoz, ro'za shu simvollik bir qancha biz bildigan ibodatlarni ham ko'rsatmaydi ibodat. Mu'minning hayoti aslida butun hayoti ibodat bilan to'lishi kerak. Biz qanchilgan darslarimizni so'zlab kelyapmiz. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de yana ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Men insan bilen cinni, bu iki türünü, insan türü bilen cinni fakat ve fakat bana ibadet kılış üçün yarattım dedi. Ya onun başka bir vazifesi yok onunki. Dünyayı yaratılışındaki sebep, ulanın yaratılışındaki sebep bana ibadet kılış üçün yarattım dedi. Ve oylayımız ki bu, biz dünyada nurgun işlerini kılımız, ticaretimizi kılımız, balvaqımız, şirket kurumuz, her xil okuyumuz, ibadet kıldığı vaktimiz kançık acaba deb oylab qaldı. Bu ayetni qanday tushunayman deb. Bu ayetni tafsirlagan ulamolarimiz va hadisdagi so'zlar buni texinbek ochgan vaqtimizda shu ma'lum bo'ladiki, mu'minning har bir harakati, bir musulmonning dunyodagi qilayotgan har bir harakatini go'zal niyatlari orqali ibodatga aylantirishi kerak ekanligi. Hatto harakati emas, akşamısı yotqanga yetib, putini uzun silib uxlayotgan uyqu holatini ham ibodatga aylantıra oladi mu'min. Mushunda aylantirganda ayet o'zining haqiqiy ma'nosini tajalli qilgan bo'ldi degan narsa chiqadi. O ayet andın tajalli bo'ldi. Men akşamısı rahat uxlagan vaqtimdami, kechik xo'rakdat uxlagan uyqumni ham Allah'ning dargohida o'ng tarafimdagi farishta to'xtamay yozadigan ibodatga qanday aylantira olayman? Bularni o'rgandik. Şu güzel niyet bilen, ey Allah, en addisi qağınla siz özünüz tasavvur qılıp, özümüz tasavvur qılıp olaydı yani. Uxulgan vaqtimizda, ey Rabbim Allah, bir gün keşkiçe işlerim tugab men hazır emdi. Şu aram eliş bir qancha saat uxlab aram eliş bilen, ati yana sağ salamet qopsam, şu tirik titik ruhim bilen turup, yani sen razı bulduğun işlerini qılman, senin dinin üçün hizmet qılman, milletim üçün hizmet qılman. Sen razı bulduğun yaxşı işlerini qılman deb, şu kalbimizden ötken ağzımızdan kolumuzu götürüp dua qilishning haceti yok bu işlerine. Altı ayetini ceyman silishning haceti yok. Sep namaz o'qigan vaqtda qilsak, albatta fabiha ve ni'met. Gayet yaxshi bir ish. Ama lekin buni qilishning hech bir haceti yok. Kirib özümüz şu yotgan, yetib atgan vaqtida qalblarimizdan o'tkazgan şu tuyg'ularimiz bana şu. Şu neçe saniye. İğizimizde medirilişimde haceti yok. Şu niyetinin özü kupayı keçikçisi uxlayotgan vaqtida ibadet içi uxlagan bo'lasiz. Qarang Rabbimizningki bizga berib atgan rahmatiga. Tamoq yeyotgan vaqtingizda bo'lsin, şu niyetni qalbingizdan o'tkazib o'ting. Şu bedenimga hosil bo'lgan, şu tamoqdan hosil bo'lgan kuch bilan sen rozi bo'lgan ishni qilaman ey Rabbim degan şu niyet bilan tamoq yeyotgan yemeklar holatingizmi ham ibodat qilayotganmiz. Ve şundaq bunu misallarını köpeytişimiz mümkün. Ana şundaq Rabbimning rahmeti bilan kömülgen bir holatda yaşayalaymiz. 6. sanımızda haqiqiy ro'zadarning kim ekanligi. Ro'zadagi maqsadning nima ekanligini paranglashdik. Faqatlam ig'izimizni tamoqdan yemek ichmakdan va oilamiz bilan ayolimiz bilan qiladigan yaqinchilikdan boshqa narsadan cheklab qo'yishlam albatta bu shariatdagi ro'zaninki doğru bir şekilde ada buluşunun birinci şartlardan birisi. Ama lekin ro'zaning haqiqiy ma'nosiga ta'sir etkazadigan nurg'un ishlar, mayli kishilarga azor berish bo'lsin, yolg'on so'zlash bo'lsin, g'aybat qilish bo'lsin, shundaq islom cheklagan barliq ishdan parhez tutishning haqiqiy ro'za ekanligi. Hatto boshqalar hujum qilsa-mu, men ro'zadarman deb ro'za Ramazonningki bu izzat hurmatini qilishninki intayin muhim ekanligi so'zlangan bo'ldi bu temadami. 7. sanımızda olsa kim yani kember güçlerinin ağalığı var diyen tema toxtalgan bolduq. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Veylul lil mutaffifin ellezine iza ktalu alen nasi yestawfun ve iza kaluhum ev vezanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaike ennehum meb'usun. Bu ayetni köpünçimiz şu mayli yüzaki tercümesini o'qiganda bo'lsin, şu kember güçler yani insanlardan tuluq elib boshqalarga
bəgə vaxtida az berdigan, qısıb qoydigan, meyli o az bolsun, jiq bolsun, kemaytib turib berdigan kishilarning haliga vay yoki vayil degan jahannam ularga bo'lsin degan bu darajada dahshatli ogohlantirilgan narsa ko'pincha xalqimizda xuddi savdo setiqdagi elib berishda yoki shu tarozidagi tartib berish masalalari ham shu yerdan bo'lgandek tushunib qoldik. Tijoratchilar diqqat qiladigan masalalardek ham tushunildi bu. Buni biz program jarayonida ochdik. Hayotimizdagi barliq, ya'ni Alloh bizga ato qilayotgan shunchalar ne'mat hargiz va hargiz bu faqat so'z setiqtikilam shu doiraga ham xoslashtirilgan bir so'z emasligini, hayotimizdagi har sohaga boradiganligini biz bir mayli shirkatda ishlayotayli yoki bir yerda xizmat qilayli, xo'jayindan haqqimizni to'liq olib bizga bekitilgan narsani, bekitilgan yoki bizdan talab qilingan narsani ado qilmaslik yoki oz ado qilish, kamtuk ado qilish hammasi shu oyatning doirasiga kirib ketadiganligi. Oilamizdagi turmush masalasi bo'lsin, butun narsada, ya'ni olganda to'liq elib, ammo biz ado qilish, majburiyatimizni ado qilish vaqtida kam qilishga, qisib olishga uringanlarning hammasining shu doiraga kirib ketadiganligini. Talabni o'zimiz yuqori qo'yib olib, ammo baganda boshqalarga ado qilgan vaqtimizda amal bor, qisib olishga yoki kamtuk joyida ado qilmaslikka tirishishning hammasiniki shu Allohning va'idiga, ya'ni azobdan iborat. Ular qayta tirildiganligini tirilmaymiz deb o'ylamdi deydi. Ular qaytadan oyat qarab qo'ygan, ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Ya'ni 4 kundan keyin Allohning oldiga qayta qo'pimiz deb o'ylamamdi ular dedi. O'ylab boqaylik. Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala bu sifatni her birimizni saqlab qolsin. Shunda qilib biz sabab natija qonuni haqida 8-sonimizda Allohning bu zaminga bekitgan qonuniyati her ishninki va an laysa lil insani illa ma sa'a degandek butun beshimizga kelayotgan har bir ishninki o'zimiz qilgan amallar sabablik bo'layotganligining nimasini ma'nosini tushungan bo'ldik hamda. Hergiz bu kainatda hiçbir narsa öz huquqi tashlab qo'yilgan emas. Her bir narsani Allah subhanahu wa ta'ala o'rlashtirgan ajoyib hikmat bilan her narsaning bir-biriga shunchalik sabab natija qonuniyatiga asosan o'rlashtirilganligi. Lekin mu'minning birlam farqi bu yerda nihoyatda her birimiz yezib olishimiz o'zimizdan oldida bo'lishi kerak bo'lgan bir nuqta so'zlangan darsdiki, sebepning o'ziga tayinish mu'minga nisbatan. Dunyoda islomdan mahrum qolgan insonlar, ya men shu sababli qilmam, shu sababning natijasini ko'raman. Faqat shu sababga ham tayinib olgan insonlar bor. Mu'min bo'lsa farq nima desa, sababning o'ziga tayinish aqidadagi nuqsondir. Aqidadagi nuqsondir. Sabablarni qilmaslik aqldagi nuqsondir. Ben sebep qilmasam Allah bekitgan bo'lsa shu kildiga beshim deb. Hiçbir hareket qilmasdan Allohdan bir narsalarni kutish. Bu bir aqlida biraz masala bor degan gap bu insonning. Umar radhiyallohu anhu masjiddan sahobalarni namoz vaqtidan sirt holatda turib olgan sahobalarni do'shkalab chiqarib o'tgandek, bu nima ish qilsa bu soatda? Innas samaa la tumtiru zahaban va la fidda. Osmon oltin kumush yog'diradigan ish yo'q, chiqib mang rizqini talab qil. Deginidek, yani biz sebep qilmay turib, mayli o rizq talab qilishda bo'lsin yoki boshqa g'albiga erishish, Allohning yordamiga erishish bo'lsin, sen oldida inson sabab qilish kerak. İnsanning kuchi tugagan vaqtida anda Allohning kuchi, Allohning yordami keldi. Ya Rabbim, mening kuchim, men butun sababimni qildim, natijani sen chiqarib bergin, buning oxirini sen chiqarib bergin deb tilaymiz. Va so'zimiz qaytsak, sababning o'ziga tayinish aqidadagi nuqsondir. Sebeplerini kılmaslık akıldaki nuqsandır, sebeplerden bir bütün yüz örüş diyanetteki nuqsandır diyen bu sözlerini hakikaten yezib olishimiz kerak bo'lgan masalamdi. Maddi sebep qilish qonuniyatida yuqorida so'zlab o'tgandek, maddi sebep qilish qonuniyatida musulmon kafir hammasi o'xshash. Masalan, bir kafirmi tirishib kech kunduz o'qisa, u o'zi tirishmoqchi bo'lgan yoki kashf qilmoqchi bo'lgan narsa kashf qildi oxirida. Yoki bir ilmga erishdi, tirishib tijorat qilgan bo'lsa, mal dünya kazandı degandek. Kim tirishsa, uyda yotgan musulmonga men musulmon bo'lgandan keyin deb Alloh bir narsa tushirib bermaydi uningga.
tirishish kerak u. Bu qonuniyatda o'xshash moddiy sabablarda ma'naviy sabablar bo'lsa Allohga ishonish, samimiy bo'lishga bog'langan bo'lib, demak, moddiy sabab hamma inson uchun ochiq va qulaylik bo'lgan bo'lsa, ma'naviy sabab bo'lgan bu Allohga iymon keltirgan musulmonlarga xos bo'lib, ularning iymoni va ixlosiga qarata natijalar ham farqli bo'ldi. Ma'naviyatimizdagi shu Allohga bo'lgan iymonimiz, ixlosimizga qarata har bir amalning keynidan oldigan natijami 100 musulmon 100 xil amalni qilgan bo'lsa yoki o'xshash bir xil amalni 100 musulmon qilgan bo'lsa, u amaldan oldigan natijasi Allohdan oldigan, mayli dunyoda va oxiratda oldigan natija o'xshamaydi. O'xshash amaldan, o'xshash namoz o'qiyotgan 100 musulmonni tasavvur qiling. Uning iymoniga, ixlosiga ko'ra natijasi farqli bo'ladi. Rabbim inshaalloh eng xayrlikini nasib qilsin. 9-sonimizda biz dinning nima uchun dunyoga kelganligi, dinning mavjud bo'lishidagi sabab haqida to'xtalgan bo'ldik. Albatta tasavvur qilaylikki, dunyoda insoniyatning boshiga qanday baloyi ofat, vahshiylik kelgan bo'lsa, dinsizlikdan keladi tarix qarab qolgan bo'lsa. Bir narsaga e'tiqod qilmagan, hech bir narsaga, xuddi hozir biz program jarayonida so'zildik, Xitoyni tasavvur qilaylik. Yani dinsiz bo'lganlikdan mulhid arabcha bu şekilde ifodalaydi. Hech qanday bir uning nazarida muqaddas deydigan bir narsa bo'lmagan maxluqlar dunyoda eng vahshiy zulmni qilgan tarixdimi. Ularning qo'ldan bütün vahshiyliklar ularning qo'ldan. Chunki oxirat ishine iymoni yo'q, hisob berman deydigan ish yo'q. Bütün baloyi ofat uning nimasidan keldi. Şoň bu dinning insoniyat uchun insoniyatni baxt saodatga erishtirish, ularning hayotida yo'liqqan bütün qiyinchiliklarni hal qilish uchun kelganligini, din bo'lmagan vaqtda jamiyatning qanday buzilganligini biz so'zlab o'tdik. Bütün inson tabiatiga Alloh subhanahu taolo tabiatimizga fitrat qilib kirgizayotgan inson o'zining xotirjamligini, baxt saodatini, huzurini har qanday inson buni xohlaydi hamda. Buni tabiiy xohlaymiz endi. Mayli musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin yani. Bu insonning fitrati xohlaydigan bu narsalarni ta'minlaydigan eng to'g'ri yo'sinda insonga ta'minlab beradigan, yo'l ko'rsatib beradigan birdan-bir oshqo'sh din. U din bo'lgan vaqtida, shu sog'lom, xolis din bo'lgan vaqtida insonniki mayli ham dunyoda bo'lsin va dunyodan keyingi oxirat hayotida bo'lsin, baxt saodatga erishadiganligini, dinning buning uchun kelganligini so'zlab o'tgan bo'ldik. Cehaletning, bilimsizlikning inson uchun eng ig'ir bir dushman ekanligi. Bilimsiz inson, nodon inson dushmani ham uningga qilolmaydigan yomonliklarni o'z-o'ziga qilib soldiganligini so'zlab o'tgan bo'ldik. 10-sonimizda bo'lsa, yaxshi amal, al-amalus solih. Davomli holatda Rabbimiz iymonni tilga olgan yadilam iymon etqanlar yaxshi amal qilganlar, iymon etqanlar yaxshi amal qilganlar deb Qur'oni Karimda davomli sifatlaydi. Bu yaxshi amallar bir musulmon uchun iymondan keyingi eng muhim narsa bo'lgan. Bütün sonini siz qanchalik tasavvur qilsa qilaylik. Buningki qanchalik qimmatli ekanligi, har bir amallarimizni qanday qilib yaxshi amalga aylantira oladiganligimiz yuqorida so'zlab o'tgandek, hatto uyqumizdan tortib bu har xil Allah'ın rızalıq üçün bulmağa vaxtıda, birilerine körüstüş üçün qılınığa vaxtıda tağdak əməllərinin mi? Qiyamət günü Allah'ın alıdır. Hiçbir nərsəyə ərzməydiğən bu fikirdiğanlıqı. İnsan faqat əməl qılıb şunda yaxşını qıvatqa vaxtıda mı? Diqqət qilishqi tegişlik nurgun işlərinin bağlığını sözüldü. Hatta qiyamət günü keltirildiğən 3 kişinin ki, en dünyada katta əməl qılan mücahid, bay və ilimlik kişinin ki, qıssını söyləyib ötkən buldu. Çünkü valla katta amelini kılıp ama maqsad nimeti dünyada bay deyiliş yoki alim, bilimlik deyiliş üçün veya ki küçtüngür mücahitken bu deyiliş üçün kalbiden şu niyet bo'lganligi üçün en çok insanların nazarındaki en esilişini qilgan bo'lsinmi? Sehiylik bilan dunyoga tunilgan bo'lsinmi, millatning orasida tunilgan bo'lsinmi? Niyetidan shu o'tganligi üçün Allah bunu sana dunyoda deyilib bo'ldi buning. Buncha valla taqdek amallarning hammasi yo'q hamda. Dünyada Apple'dan mükafatını insanlardan deb cehennemge taşlandıqanlıqı din ibaret bu narsani o'rgandik. Faqat yaxshi amalning o'zi qilib olsaqlam hisob emasligini, balki uning ana shunday inchki nuqtasi borligini, har bir amallarimizni faqat va faqat
alemlerinin Rabbi Allah üçün kılalığa vaktimizde onun mükafatını alalaydıqanlıqımızını öğrengen bulduk. Rabbim bunun hem müyesser kılsın. 11. saatımızda tefekkür hakkında toxtaldık. Tefekkürge şunçilik köp buyuruluşumuzdaki sebep Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'daki bir kitapta 1300'den artıq köpligen ayetlerde şu kainat doğru söyleydiğanlığı. Tefekkür kılmamışlar, vezniyet almamışlar diyendek ibadetler bilen bizlerini devamlılık halette hem özümüz hakkında, yemek içmeklerimiz hakkında tefekkür kılışqa, şununla qarashqa ündevatqan narsininki bu çünkü tefekkürünün insanın hayatında qanchik çoğun rolü bağlıqını Allah'ını tunuşumuzga Rabbimizning ulug'liqi oldida tez cho'kishimizga sabab bo'lgan narsaning tefekkür ekanligini bilib o'tdik. O'zimiz o'ylab boqaylik yani. Bugünkidek bulupmu bugünkidek fan texniki taraqqiy qilgan bir davrda nurg'unlagan hujjatli filmlarga qarab boqadigan bo'lsak, Allah'ın kainattaki türlük mahlukatlarınınki hayattaki yaşaş, ulağa berilgen kabiliyetler o kadar sanlıq məlumatlar bilen elan qılınıbıdır. Aşılar qarığa vaxtımızda özümüzün cisminin içindeki nurgun əzalarımızdaki qandaq işləydiğanlığı, qandaq funksiyası var ekanligi, nereden nemi çataqçısı bulduğan hemmisini bilgen kolumuzdaki telefon arkalık köreleyimiz. Şunu körgen vaxtida insan ya Rabbim de Allah'ın ulug'liqi aldı da Allah'ın kattılığı aldı da bedellerine titrek ulaşmaslığı mümkün emas bir müminlik. O şu derecede imanımızı yükseltip Rabbimizin tunuşumuzga bu kainattaki hiçbir nersinin bikadim beka onun bir aşındaq bir kudretlik, aşındaq bir hikmetlik, aşındaq bir güzel kılıp yaratqıcı bir Allah bir ilahının bulmay turib onun keyinde o şekilde mevcut bulup duruştan mümkün emasligini his qılalaydı her qanday bir normal aklı var kişi. Şunu bunun için tefekkürge köp buyurulganlığımızı söylep ötken bulduk. Rabbim tefekkür bilen bizni hayatımızın devamlılık tefekkür bilen ötküzdüğün müminlerden kılsın dep dileymiz. Şundaqla biz 13. sanımızda hemkarlıqның qanchalik muhimlik haqida özara Müslümanlarning bir-biriga zik uyuşkan holatda yashashining qanchalik muhim ekanligi, şekilleri ve hemkarlaşışqa bo'lmaydigan sahalarning bor ekanligi Allohning so'ziga buyruqiga asosan "Va ta'avanu 'alal birri vat taqwa va la ta'avanu 'alal ismi vel udwan" degan oyatning ruhidan yo'lga chiqib turib paranglashgan bo'ldik. Yaxshilik ve taqvodorlik. Rabbim o kadar güzel qisqa şekilde siz milyonlagan astınqı temalarni mavzularni kirgizasiz bu astiga. Yaxshilik ve taqvodorlikqa boshlaydigan qandaq bir ish bo'lsa bununla hamkorlashinglar dedi. Ama cinayet, tajovuzchilik, günah bu ishlarga hamkorlashishga bo'lmaydiganligini Allah ogohlantirdi. Bunu siz ko'paytib, har bir mu'min ko'paytib oladi. Qaysi o'ringa men hamkorlashsam Allah razı bo'ladi o'rinlar. Emniyetli mü'minning aqli qalbi bilan ishorat beradi. Har qanday bir ishni qilgan vaqtimizda qanchalik namayad mansam bo'lgan. En başta qalbingdan fatva so'rag'in deydi shuning uchun olimlarimiz. Qalbing rahat bo'lgan, mu'minning qalbi rahat bo'lgan bir ish her zaman nima desam, shu şekilde bizga nurg'un to'g'ri xato qilayotgan ishlarimizni isbotlab bizga qalbimiz so'zlab berdi odat normaldan. Şunun için Rabbim inşallah bularga nasip qilsin. 13. sanımızda zulüm haqqida to'xtaldik. Zulümning türleri haqqida to'xtaldik. Hergiz zulüm degan vaqtimizda ko'pinchimiz o'ylaydigan musho'lqa. Birisinin haqqini yeb olish yoki birisini urib olish, so'qib olish degandek bu narsalar emas. Eng cho'ng zulümning inna shirka la zulmun azim. Ya insanning Rabbini tunumay shirkka kirib qolishi, nurg'un ishlarni fakat halis Rabbiga qilolmasligimiz bir cho'ng zulm ekanligini, imanida mustahkam turishning o'ziga o'zi zulm qiladi. Chunki imonda mustahkam turolmagan inson eng boshda o'ziga o'zi zulm qilgan, oxiratda o'zini shu badallarini Allohning azobiga tutib bergan bir inson bo'ldiganligini so'zlagan bo'ldik. Mazlumning duosidan va biz bildigan davomli holatda kişilerin hakkını yevleş yoki zulüm qilish degandek bularning qanchalik hazar eylishimiz kerakligi mazlumning duosidan. Hatta kafir bo'lsin Allah onun
duasini icabet qilib, haqqini ep berdiganligini söylegan boldik. İnşallah Rabbim bunu mu bizlerge haqiqiy ravishda muyassar qilsin deb tilaymiz. Zulmdan yiroq turish va hech qanday bir bani odam, hatto o'zimizga ham zulm qilmaslik, har bir ishimizni to'g'ri shaklda dinimizning ko'rsatgan bo'yicha mengishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Omonat to'g'risida to'xtaldik yana 14-sonimizda. Omonatning nima ekanligi, nima uchun hozirgacha omonat deyilgan vaqtida nihoyat oddiy tushunib keldik. Faqat birisining bizga qo'ygan omonati deplamchi masalan hamda. En çok amanetini biz İslam'dan ibaret bu dine kirip, bu dinni bizge berilgan hemme narsanın ameliyatda dinimizden başlap hemme narsanın amanet ekanligi 4 gündeki onu biz sorulduğanlığımız, bütün a'zoyimiz, quloq, badan, ko'z hemme narsalarimizningki vaqtliq amanet ekanligi, bunu to'g'ri yo'lda ishlatishning qanchalik muhim ekanligini so'zladik. Çünkü her birisini hisob berdiganligimizni 5-sonimizda do'st dushman ufqimi Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman tutuş, sevgi, nefret ufkumunun çokum roşan buluşu gerekli hakkında toxtalgan bolduq. Nəhayət təfsili halətdə. 16-sonimiz bolsa bohtan çaplaş, başqalarga qara çaplaş. Bununki xətiri Müslümanda tepilməsligi kerak bolğan. Çünki bohtan və yalğandan başlanğanlıq üçün Müslüman hər xil halətlərə düşüb qalishi mümkün. İnsan bo'lib sübtimiz bilan gunohlardan xoli bo'lamaymiz. Xilma-xil gunohlarga tushib qolish mumkin, ammo musulmonning yolg'onchilikdan iborat bu narsaga, bu sifat musulmonda aslo tepilmasligi kerakligi, g'aybat, bo'xton qilish, tuhmat qilish degandek, bu ishning qanchalik islom dunyosiga, musulmonlarga qanchalik baloyi ofat elib keldiganligini, bütün amallarimizni yo'q qilib o'tib, Allohning oldida hech bir narsaga erishamaydigan darajada shunday xatarga elib bordiganligini so'zlab o'tgan bo'ldik. 17-sonimizda bo'lsa Kafa bil mar'i ismen degan şekilde Resulümüzün ağızdan tükülgen bu tür daniler bir insan için yeterlilik günah nima diye vaqtida albatta bu şekildeki hadislerine ait köpçülük qilingan biz bu dersimizde ata-onaning mas'uliyati kafa bil mar'i ismen an yudayya man yaqut o'zi ailesida boshqarayotgan o'zi chiqim qilish o'zi beqishqa mukallaf bo'lgan shu insonlarni zayo qilib o'tgan farzandlarini ailesini zayo qilib o'tgan kishi zayo qilib o'tgan bo'lsa, shu zayo qilib o'tishi eng cho'ng uning uchun yetarli bir jinoyat gunoh deydi. Yana birisida anglagan narsaning nimani anglasa shuni so'zlab yurishningmi u inson uchun yetarli gunoh ekanligini so'zlagan bu baş tema qilinadigan darsimiz so'zlab o'tildi. Har bir og'zimizdan chiqayotgan gapga qancha diqqat qilishimiz kerakligi. Bir aqlam ijtimoiy uchur vositida ham bahrlab qo'yib, nurg'un insonlarning yuz obro'yining to'kilishiga, har xil hujumga uchrashiga sabab bo'lmasligimiz kerak ekanligi, hammasining qiyomatda hisobi bor ekanligini so'zlab o'tgan bo'ldik. 18-sonimizda Ramazonning 17-kuni edi. Badr jang'ining harpisida. Badr jang'ininki bo'lgan o kunda Badr jang'idagi mushu musulmonlar bilan kofirlar o'tirisidagi tunji umumiy urush bo'lgan bu urushni xotirlab o'tgan bo'ldik, aslab o'tgan bo'ldik. Bu urushdan oldigan musulmonlar tarixdan buyon 14 asrdan buyon har Ramazonda Ramazonning 17-kuni so'zlanib kelayotgan bu Badr jangi bizlar uchun nimani ifodalaydi? Amaliyotda u yerda mayli mushriklar tomonidan bo'lsin, musulmonlar tomonidan bo'lsin o'ldirilgan, nihoyat oz sondagi sanig'il bo'lgan kishilar o'ldirilgandi. Lekin bu shunchalik xalqliq bir jangki tarixdan bilan asrlardan bilan so'zlab kelinyapti. Uningdan keyin dunyoda nurg'unlagan vahshiy urushlar bo'ldi. Hech birisining asrimi yo'q tilga ilinmagan bo'lsa, bu urush nima uchun, bu jang nima uchun tilga ilindi? Musulmonlar bundan qandoq ibrat elishi kerak, qandoq darslarni chiqarish kerak bularni to'xtalgan bo'ldik. 19-sonimiz bo'lsa, g'alba tushunchisi. Biz shunchalik g'albaga tashnab bo'lgan bizlik bir millat, g'albaning turlari, shartlari, qandoq vaqtimizda g'albaga erisha olamiz, moddiy, ma'naviy tayyorlashga tegishli bo'lgan shartlar nima, bosqichlar qandoq bo'ladi? Birdamdan chiqilgan bo'lgan ishmi bu g'albaga erishish, nusratga erishish. Bularni o'rgangan bo'ldik. Rabbim inshaalloh biz kutgan bu koinotda qo'ygan Allohning qonuni tuani. Biz shu Rabbim talab qilgan shartlarni ado qilgan vaqtimizda, uning ko'rsatmasi bo'yicha manga vaqtimizda biz kutgan u nusrat, u g'albaninki bizga texinbak yaqinlab kelganligini so'zlab o'tgan bo'ldik. Rabbim inshaalloh bununla bu tatib atgan bu azabımız qadrli ko'rmalarimiz darsimiz so'zildik.
Hergiz bekardan bekar emas. Bizni mushunda Xitoydagi bir nejis dunyoning eng mal'un mahluqlar bilan kurash qildigan asrlardan buyon kurash qilyapmiz. Bu 49ning oldidagi hisoblagan vaqtimizda Rabbimizning bizni tanlashi biz uchun bir sharaf bu yani. Albatta nurg'un zulm tortyapmiz. Lekin buning büyük bir hikmeti var da Allah'ning kamida. Mushundaq bir yovuzga shu asrlardan buyon kurash qilib kelishimiz Allah'ning bizni tanlashi bu yovuzlarga bizning o'rnimizning Rabbim dargohida qancha ekanligini asli bildi. Rabbim xohlagan bo'lsa kafirlarni ayrim bir koinotda, musulmonlarni ayrim koinotda bunda sinalmaydi, bunda urushma bo'lmaydi, bunda sarsamma bo'lmaydi. Hammasi qatmuqat imtihonning ichida yashayotganligimizni his qilishimiz kerak. Rabbimning nurg'un insonlari bu imtihonning ichida mukofotiga, tegishlik mukofotiga erishib ketgan bo'lsa, nurg'unlar hali ham beryapmiz bu imtihonlarni. Rabbim nasib qilsin inshaalloh. 20-soatimizda shukr qila oladikmi dedik. Rabbim bizga ato qilayotgan shu Qur'oni Karimda degandek shukr qildigan bandalarim nihoyat oz degan Rabbim hamdi. Va qalilun min ibadiyash shakur. Biz haqiqiy ravishda shukr qila olayotamdik. Agarda yanalqa ma yaf'alullohu bikum in shakartum va amantum. Agar shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarni azoblab nima qildi deb. Nurg'ullig'an beshimizga kelayotgan kulfatlarning Allah'ның bizga ato qilganiga haqiqiy loyiq ravishda shukr qilinmaganligimiz, uning shukronisini ado qilolmaganligimiz uchun bo'layotganligini tushungan bo'ldik Rabbimdan. Rabbim inshaalloh haqiqiy shukr qiluvchilardan qilsin deb tilaymiz va shundaqla biz 21-sonimizda jihadning mohiyati va uning turi haqida to'xtalgan bo'ldik. Bu jihad atalg'usiligi ilingan vaqtda bugun ba'zilarningki badallar tikanlashib, oldikayniga qarab voy tilga olmasak bo'ldi degan bu jihad hukmi bu so'zningki amaliyotda zulm qilingan bir so'z ekanligi. Jihad faqatlam qurolliq o'ltirish, chepish masalasi emas ekanligini, musulmonning hayotidagi har bir kun, har bir minutlar Alloh yo'lida kurash qilish bilan o'tish kerakligi buning turlari haqida to'xtaldik. Musulmonning hayotidagi ahamiyati haqida, hukmi haqida to'xtalgan bo'ldik. 22-sonimizda dunyoning haqiqatini to'xtalgan bo'ldik. Bu musulmonga nisbatan dunyo hayoti nimadan iborat? Qaysi şekilde dünyaya, qaysi şekilde qarşımız gerek? Mal dünya qayerimizde buluş gerek, qalbimizde mi, qo'limizda mi? Dünyaya nispeten Müslümanın bu dünya hayatı fakat türmeden ibaret, kafirning cenneti bu dünya degan bu so'zni qanday tushunimiz deganlarni to'xtalgan bo'ldik. Dünya Müslüman chuqum kuchli bo'lishi kerak. Hergiz dunyodan yiroq qara, hatto ba'zida chiqadigan dünya agarda bir pashining qantichilik qimmati bo'lgan bo'lsa, Allohning nazarida dunyoninki bir kafirga bir yutum suvi bermaydi deydi. Mushundaq bir qadrsiz bir dunyoda Müslüman qandaq dünya qandaq ki bu degan gap hergiz Müslümanni dunyodan nerito tashlab sarson bo'lib yurgan shayx darvishib ketgan dünyadan yiroqdi, dunyoni kafirlar olsin deganlik emas. Biz dunyoni gullantirishga mukallaf qilingan bir inson dunyoga qandaq qarash kerak. Xuddi ajdodlarimiz bütün dünya, mal dunyoga liq ularning qo'lida bo'lsa-mu, yuragi, qalbi hech bir shaklda ularga bog'lanib qolmasdan, shu dunyolarni ko'zini qiribmi tashlamasdan Alloh yo'lida sarf qiladigan insonlar bo'lganligi uchun dunyoni qanday gullantirganligini so'zlab o'tdik. Mu'minning qo'lida, dunyoning mu'minning qo'lida bo'lishi kerakligi qalbida emas. Ve o dünyani Allah yolunda işletiliş gereklikini söyleyip ötken bulduk. Dünyada berilgen barlıq nimetlerinin ki sınak ekanligini söyleyen bulduk. 23. sanimizde istikamet hakkında Allah'ın ki Resulümüzge "Festakim kema umirte." Buyurulğunundaki bu yolda doğru, müstehkem şekilde ravuruz bugün diyen bu ayetin yoluna çıkıp durup bütün emellerimizin ki istikametinin insan hayatındaki, mümin hayatındaki kıymetinin kançı yukarı ekanligini siz qanchalik taqvodir bo'lib keting, simvollik bekitilgan ibodatlarda, muomiladagi sirtiki barliq tasavvur qilib bo'lmaydigan amallaringizda samimiy bo'lmasangiz, sog'lom bo'lmasangiz, islomning ko'rsatmasi bo'yicha muomala bo'lsangiz, o sajdadagi amallaringiz va simvollik ibodatlaringizning hech bir shaklda mevasini ko'rolmaydiganligimizni so'zlab o'tgan bo'ldik. 24-sonimizda Qur'oni Karimdagi eng go'zal qissa bo'lgan Yusuf alayhissalomning iffat abidasi bo'lgan şu küçük vaqtda qatmuqat sınaq üstüge sınaqning üstüge sınaq bo'lgan bu jarayondagi bu güzel qissadan paranlaştık. Biz qandaq ibrat olamiz, nimalarni o'rganimiz Yusuf alayhissalomning qissasidan, har bir mu'minga qandaq bir nimalar chiqdi buning ichida bularni paranlashgan bo'ldik.
Rabbim inşallah ana shundaq nurg'un qiziqtirishlarga qaramasdan haqiqat yo'lida bir qadam, bir santimetr keyniga dajamagan Yusuf alayhissalomning iymonini ato qilsin. Shuning uchun Yusuf alayhissalomning iymoni har bir tutgan pozitsiyasi kuchli bo'lganligi uchun Rabbim Qur'onida "Valamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma" cho'ng bo'lib o'zi balog'at ketgandan keyin biz uningga hikmatni, hukmni va ilmni berdik dedi. Uning keyin oxirida bizga qiyomat qoyim bo'lib keladigan butun mu'minlarga xush bishorat berib Rabbim nima deydi? Sen Yusuf alayhissalomning so'zlangan shu qissadagi Yusuf alayhissalomning pozitsiyasini har bir voqelikda tutgan pozitsiyasini tuta olsang ay mu'min va kadalika najzil muhsinin. Bizga haqiqiy ashundaq yaxshilik qiluvchi, aning yo'ldan mang'uvchilarga biz ana shundaq mukofot beramiz dedi. Bu Yusuf alayhissalom bilan tugab ketmadi. Davri qiyomatgacha davomlashadi. Bizning bu yaxshiligimiz bizning yo'limizda mang'uvchilarni mukofotlashimiz davom qiladi deydi Rabbimiz. Bizga bishorat berib. Rabbim nasib qilsin bularni. 25-sanimizda haqiqiy vayron bo'lg'uchining kim ekanligi Rasulullohning hadisiki atadruna manil muflis. Muflisning kim ekanligini bilamsizlar deganda, ya Rasululloh bizning ishimizdan pul, mol, hamma narsadan ayrilib qolgan, yalon to'shib qolgan birisini biz muflis bu vayron bo'libdi yani. Tijoratda hamma narsa vayron bo'ldi deb qaraymiz degan ekan. Mening ummatimning ichidagi muflis qiyomat kuni butun yaxshi amallar bilan keldi. Namoz, roza, amallar bilan keldi. Ammo unutilib qo'ygan, buni haqqini yeb qo'ygan, buni urib qo'ygan, ash shaklda insonlarning haqlari ustida keldi hamdi. Inson kishilarning haqlari ustida bo'lgan. Shu butun yaxshi amallarni u bu af ketib oxirida butun yetmay hattoki yaxshiligi kishilarning gunohlari uningga otildigan en ahirde cehennemge taşlandıgan kişi mening ümmetimning ichidagi haqiqiy vayron bo'lguchi degan Rasulullahning bu mübarek talimatını ögünüp onunla tegishlik ders elishimiz kerakligini söylegan bo'ldik. 26-sanimizda haqiqiy tavba qilguvchining kim ekanligini, tavbaning qanday bo'lganligini, tavbatan nasuha, haqiqiy qaytmaydigan Rabbimning bütün hattoki gunohni yozganma farishtalar inson haqiqiy tavba qilgan vaqtida Allah şundak bir tevbesini kabul kıldı ki bendesinki günahını yazgan hatta periştimi unutuldurdu Allah Subhanahu Teala. Öyle bakayla. Ani şundak tevbe kılışımız gerekli ki tevbenin kabul boğan basa tevbemiz onun kandak bir işaretleri var dünyada. Tevbe kılışımızda kandak kılışımız gerek, hata yoldan kandak yenişimiz gerek. Bunlarla paranlaşkan bulduk. Rabbim inşallah onunla hem tevbelerimizde bu mübarek ayda kabul kılıp bizni pak halette bu günden hoşlaşıqqa müyassar qilsin deb tilaymiz. 27-sanimizda Qadr kechisi, mübarek Qadr kechisiga kirgan bo'ldik. Qadr kechisining fazilati Qur'oni Karimdagi maxsus suraning Laylatul Qadr inna anzalnahu fi Laylatil Qadr deb boshlangan bu Qadr surasininki ma'nosi bu kechidagi fazilatlik amallar. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bu ümmetke Qadr kechisidan iborat 83 yildan ortiq emelini bir keçinin açıda erişidigan muşundaq bir mübarek ayni, mübarek bir keçini bir kunni bizga ato qilganligining bu ümmet uchun qancha cho'ng bir mukofot ekanligini so'zlagan bo'ldik. Rabbim inşallah bu kechida dunyoning orqasiga qilgan amallarimizni xalqimizning va butun musulmonlarningki qabul qilsin deb tilaymiz va 28-sanimizda Allohdan haqiqiy qo'rqishning nima ekanligini, yani haqiqiy ravishda Allohdan qo'rqish degan qanday bo'lganligini, ig'izda mu'minning men Allohdan qo'rqaman deb qo'yish, yo Allohdan qo'rqaman deb qo'yishlarla qo'rqish maydonga kelamdek uning shartlari bormi? Nima degan gap bu? Robbidan qo'rqqan kishining normalda insonlar bir narsadan qo'rqsa undan qechib, undan titrab qolgan bo'lsa, Allohdan qo'rqqan kishining dal aksiga Robbiga yilindigan, Robbiga tivinadigan, Robbining qishig'i, Robbining marhamatidan ayrilib qolishdan ansiraydigan Allah'tan qo'rqishning boshqacha shaklda bo'lganligini so'zlagan bo'ldik. Rabbim bizga haqiqiy o'zidan qo'rqadigan, ayminadigan, Robbining rahmatidan, shafqatidan ayrilib qolishdan ansiraydigan, Robbining oldida qiyomat kuni borganda uning oldida ya qarab qolishdan ansiraydigan bir shuur tuyg'u ato qilsin deb tilaymiz. 29-sanimizda sura Asrdagi hammamiz biladigan Val Asr surasi. Asr surasidagi hikmatlar insaniyet, bütün insanga, bütün insaniyetke muşu sördün başkası çüşürülmegen bu saatte İmam Şafii mi? Kupayı kılattı değilgen. Hemmimiz bildiğen, savatlık mı, savatsızımız mı hemmimiz bildiğen Müslümanın ki, muşu sördün ki,
mümin hayotidagi qancha haqiqiy ziyankorlikdagi insonning ichidan qutulib chiqib haqiqiy baxtga erishgan mu'minlarning qaysi ekanligini shu qisqa so'rning ichida ifodalab o'tgan bo'ldik. Rabbimdan u ziyankorlikqa kirib ketadigan, u shaqiy, badbaxt bo'lib ketadigan o insonlarning qatoridan qilmasin deb tilaymiz. Shunchalik qisqa so'ra hammamiz bilamiz, anglamaganlar cho'qim qaytadan bir anglab chiqishinglarni umid qilaman. Sura Asr surasiningki bizga o'tadigan darslar haqida. Oxirgi tunugungi 30-sonimizda bo'lsa, ulug' hayitimizni qanday kutib olamiz? Hayit nima uchun bizlarga berildi? Bu ummatga Allohning hayitdan, ya'ni ro'za hayit va qurbon hayitni qanday ato qilganligi, buning qanday bir Allohning ikromi hadiyasi ekanligi, nimalarni qilishimiz kerakligi, to'g'ri ishning qaysi, xato ishning qaysi ekanligi bu kunlardagi va hayitdan keyingi amallarimizni bu 30 kun jarayonida biz o'zimizga qochilgan ruhimizda, hayotimizda yangidan paydo qilgan o'zimizga olgan bu energiya bilan ta kelar yil Ramazon oyigacha qanday o'zimizni relisdan chiqarmagan shaklda mengishimiz kerakligi haqida tafsili to'xtalgan bo'ldik. Shuna qilib, mush shaklda xuloslagan bo'ldik bu oyni qadrli ko'rmanlarimiz, qadrli aziz xalqim, dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng kichik barliq go'zal millatim. Rabbim inshaalloh bu go'zal dars temalarni loyiqida mush yil bo'yi pat-pat anglab turayli, bir narsada o'zimizda qaysi masalada kamchilik qilsak shu darsga berib anglayli, boshqalarga tavsiya qilayli, hayotimizni boshqacha ma'nilik o'tkazayli. Rabbim inshaalloh Allah ömür bersa inşallah aldığımızdaki Ramazan'da görüşememdik o Allah'a malum. Elbette dileyimiz inşallah Rabbim qanchilgan mushundaq güzel Ramazanlarni o'tkazishga har birimizda muyassar qilsin deb tilaymiz. Chunki Ramazan oyi bu ummatga berilgan, musulmonlarga berilgan eng katta oylarning biri. Bütün amallar biz davomli so'zlab kelayotganimizdek bu Ramazanda uylab ketgan va yoki ilgirki Ramazanda dunyodan ketgan barliq qarindoshlarimizga, urug' tuqqanlarimiz hammasiga Allohdan cheksiz rahmat tilaymiz. Allohning mag'firat qilib etishini umid qilamiz va barliq amallarimizni qabul qilishini, bir-birimizga bo'lgan barliq har qanday dunyo hayotidagi munosabatlarimizdagi egiz pastliklarning hammasini tamamen o'ngshab ıslah qilgan şekilde, hemen unutib ketgan şekilde, yeni bir varaq bilan ata hayit namoziga chiqib, hamma qarindoshlarimizni bir-birimizni kechirib o'taylik. Istiqloldagi barliq qarindoshlar ekran biz davomli mehmon bilan oldinlarda ko'ringan bilan buning keynida yana shu netchilgan qarindoshlarimiz kech kunduz shunday jaboli xizmat qilgan vaqtida ondan ro'yobga chiqadi. Shu qarindoshlarimizning hammasiga duo qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Bir-birimizni kechirayli. Biz xatolik qilgan bo'lsak, kamtik qilgan bo'lsak ishlarimizni kechirib o'tinglar. Albatta, mayli dars jarayonida bo'lsin yoki boshqa ishlarimizda bo'lsin, inson bo'lish sifatimiz bilan ba'zi xatoliklar kelib chiqishi nihoyat normal ish. Xato bo'lgan bo'lsa, tuzitib anglashinglarni, tuzitib ko'rishinglarni, to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Samimiy nasihat, maslahat berishinglarni, fikr berishinglarni umid qilamiz. Alloh umr bersa, kelar yili qalbdan qalbga programımızın 2023 yıllık Ramazan söhbetleri programımızda görüşkice aman boğayslar. Elbette biz bugün hoşlaşkan bilen yana yetmez geldi mi? Bütün başka programlarımız devam kıldı. İnşallah Rabbim bu mübarek heyetini kalbimiz, vatanimizdeki o musibetlik ehvalimizden tüpeyle azap içinde g'amkinlik, bir yerimizdan g'amkinlik bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Rabbimizning bu hadiyasini, ikramini xo'shallik bilan qabul qilishga, chiroylarimizga tabassum, yugurtishga, tabassum jilvilantirishga haqliqmiz. Buni chuqum qilishimiz kerak, farzandlarimizni qo'limizdan kelgancha xo'shal qilishimiz kerak. Xo'shallik bilan bu hayitni o'tkazishinglarni oilanglarga, bütün farzandlaringlar, hammanglar xo'shal-xoramlik ichida hayit o'tkazishinglarni oldimizdagi hayitni inshaalloh Rabbim vatanimizda o'tkazishga muyassar qilishini tilash bilan programmamizni bugun inshaalloh oxirlashtiramiz. Alloh ömür bersa görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Ya nural hilal aqbil ta'al فالشوق طال والقلب سما نحو السماء